Eshitdinglar, Shomda karvon jo'nashidan oldin ko'ylak sotib olganlar bormi? Ha, men olgandim. Qanchaga olgandingiz? 1,5 ming dirhamga olgan edi. Xudoga shukr, bormisiz? O'sha kiyimni ozgina aybi bor edi. Iltimos, mana shu 1000 dirhamni oling. Shuncha kundan beri meni izlab, shu issiqda mana shu 1000 dirhamni berish uchun Shomdan kelyapsizmi? Qoyilman sizga. Men birovning haqqidan qo'rqaman. Qiyomat kuni qanday javob beraman? Yo tavba, bunaqangi omonatdor odamni umrimda ko'rmagan edim. Kimdir sizga shunday qil dedimi? Ha, dinim islom shunga buyurdi. Alloh taolo o'zining muqaddas kitobida shunday marhamat qilgan. Tarozidan urib qoluvchilarning holiga voy. Odamlardan biron narsa olsa, to'liq oladigan, o'lchab yoki tortib berganda esa urib qoladiganlarning holiga voy. Juda zo'r so'zlar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bizni aldasa bizdan emas deganlar. Sizni meni ortimdan bu yerga boshlab kelgan mana shu dinni ham qabul qilaman. Musulmon bo'lmoqchimisiz? Ha, bog'lik beramanki Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhisalom Allohning rasulidir.